Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Aziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı Mustabid Xitay hakimiyetining 2014-yili 7-ayning 28-kuni Yakanning Ilishqi yezisini markaz qilgan holda elib borgan qirg'inchiligining 8-yillik munosabati bilan maxsus axborot e'lon qilib, chet ellardagi butun Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 28-iyul Yakan Ilishqi qirg'inchiligining 8-yillik munosabati bilan o'zdir turishliq davlatlarda keng turda norozilik namoyishlari, shehidlarimizni xotirlash faoliyatlari va axborot, bayonot e'lon qilish yig'inlari uyushtirishqa va bu orqali Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qayta dunyo jamoatchiligining samiga silishga chaqirdi. Qurultayning axborotida Yakan Ilishqi qirg'inchiligining 8-yillik munosabati bilan Mustabid Xitoy hokimiyatining inson qalbidan chiqqan rayimsiz qirg'inchilik tufaylidan hayotidan ayrilgan Yakan shehidlarimizga, shundaqli Sharq Turkiston xalqining erkinligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotini taqdim qilgan barliq aziz shehidlarimizga cho'nqur ehtirom bildiramiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining zindonlarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak silish maydonlarida azob uqubat chekayotgan millionlagan xalqimizga Allohdan esenlik tilaymiz deb ko'rsatildi. Qurultayning axborotida mundaq deyilgan: 28-iyul Yakan qirg'inchilik jarayonida 3000 bilan 5000 atrofida beguna Uyg'ur dehqon hayotidan ayrildi. Necha ming yildan buyon ismi-jismi yo'qolmagan Yakanning bir qancha an'anaviy yez qishloqlari xaritadan o'chirildi. Minglagan, hatto 10 minglagan beguna Uyg'ur dehqonlari bu voqeaga chetilib, rayimsiz Xitoy hokimiyati tomonidan zindonlarga mahkum qilindi. Sharq Turkiston bo'yicha nopus jihati 1-o'rinda turadigan va umum nopus taxminan 1 milliondan oshadigan muqaddas Yakan, ya'ni Uyg'ur Saydiya xalqining qadimiy poytaxti Yarkan viloyati butunlay vayronchilik uchurdi. Xarobiylikka aylangan Yarkan diyoridan yangrgan nafrat, qisos va chuqan sadolari butun Sharq Turkiston zaminini larziga soldi. Mustabid Xitoy hokimiyatining rayimsizlarcha qirg'inchilikka uchirgan Ilishqi yezisidagi Uyg'ur dehqonlarining tinchlik shaklda o'zlarining noroziliklarini hukumatga bildirmoqchi bo'lganligidan boshqa gunohi yo'q edi. Demek 28-iyul Yarkan qirg'inchiligi Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qarta rayimsizlarcha yurgizayotgan irqiy tozalash harakatining jonliq o'rnikidan iborat. Yakan shehidlarimizning qini hargiz bekorga oqqani yo'q. Bugun Amerika boshchiligidagi demokratik ellar Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik jinoyat ishlagan Xitoy amaldorlaridan bir-birlab hisob so'rashga boshladi. Sharq Turkiston xalqimi hamon bir kuni Mustabid Xitoy hokimiyatidan top yakun hisob oladi va oxirgi hisobda o'zlarining erkinligi, hörligi va milliy mustaqilligini qo'lga keltirdi. Yakan shehidlarimizning ro'yi shod bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa va Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandilar istansimiz qilgan so'zida chet ellarda faoliyat elib berayotgan tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va keng avom xalqimizni Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi bir davlat ekanligini xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish uchun 2020-yili 10-oyda boshlatgan tadqiqot programmasining muvaffaqiyatli tamomlanishi uchun moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. 90-yillarning boshlarida Tibet surgun hukumatining Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligini dalillab chiqish va uni Amerika parlamentiga qabul qildirish uchun millionlagan dollar sarf qilib yuzlagan chet ellik mutaxassislarni yollab ishlatganligini eslatib o'tgan Dolqun Aysa va Ömer Qanat apandilar 2 yildan buyon jiddiy turda elib berilayotgan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligi haqidagi tadqiqot programmasining intayin zo'r va nihoyatda mushaqqatli bir xizmat ekanligini, buning uchun muhojiratdagi qarindoshlarimizning moddiy jihatga qo'llashiga jiddiy ehtiyoj tuyulayotganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2020-yili 10-oyda chet ellik qonunshunoslar, advokatlar, tadqiqotchilar va Uyg'ur tarixchilardan tarkib topgan maxsus bir tadqiqot guruhi qurib chiqib, vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish uchun zo'r ko'lamli tadqiqot boshlatgan va hozirga qadar mazkur programmaga $50 ming dollardan ortiq iqtisod sarf qilgan edi.
Ayni chog'da Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zimin ekanligi haqidagi tadqiqot programmasiga yetakchilik qilgan xalqaroliq dangliq qonunshunos Michael Van Walt va uning yordamchisi Mike Bolches qatorliqlarmi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dallab chiqish uchun qurilgan tadqiqot guruhida xizmat qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mazkur programmani kelar yilning boshlariga qadar tamomlab bo'lishni planlamoqda. Bu vaqtdagi tadqiqot doklati tamomlangandan keyin xalqaroliq organlarga va parlamentlarga sunuladi. Mazkur tadqiqot programmasiga yetakchilik qilayotgan qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim bu vaqtda stansiyamiz qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Misalga Xitoylar deydi, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning ayrilmaz bir parçası deydi. Bunu yağan o, hemimiz bilimiz bunun yağanlığını ama sen qanday ispat qılısan? Xitayning mənbəyi özünün gibi özüge cevap belgili bolamdı. Eğer de belgili bo'lmasa, başka bir tədqiqatının ki metodlarının neziriyesinden paydalanıp bir xil cevap belgili bolamdı. Bularni izdenişke doğru keldi. Bazı izdenişler 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl yetmeydi. Şununla bundaq meselelerini aşı Çin, qattiq işençilik delil ispatlarla ve ilmi metodlarla oturuğa koyuşqa doğru keldi. Bu sebepten bu qiyin bo'ladi. Xalqaradaki bunda işini bildiğen mutaxassislar bazıları Uygur meselesinin için biqa qilib bergan bilan bazıları pulluq bilan qiladi. Yani bu işini qilishda yalğızla ilmi jihatdagi qiyinchilik emas, maddiy jihatdagi qiyinchilik. İnsan gücündeki bu qiyinchilik. Ve Xitoy, Sharq Turkiston, Tibetdagi rayonlarni allaqachon dunyoga o'zininki egilik huquqi bo'lgan rayonlari deb to'ntib bo'lgan. Dunyomi mushundaq bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga murojaat qilgan chaqda egilik huquqi to'liq bo'lgan davlatlarni oladi. Ya'ni egilik huquqi paramparcha bo'lgan bir davlatni olmaydi. Yani demekçi bo'g'inim Xitoy bu hozirgi mevcudiyatni to'ntib bo'lgan gap. Endi buni qanday rad qilish meselesi bor. Radiya berish, yani siyosiy gaplar bilan yoki bu hissiyotlik gaplar bilan bunga javob berish qiyin to'xtaydi. Chunki qarshidagi odam buni qabul qilmasligi mumkin. Endi buni qanday qilish lozim deganda bir misal berey. Misalga bizning bilgan tam oq bo'ladi. Biz qo'pib uni qora dedi. Sen onu tekrar oq deyish uchun o qora degan odamning sungan delildan 3 has delil bilan buni hal qilishga majbur. Shuningga Xitoyningki deb qo'ygan bir gap veya xalqaro buni qabul qilgan bir gap so'zga javob berish uchun texmi ko'plab emgak qilish, boshqartirishga to'g'ri keldi. Shuningga bu ish oson to'xtamaydi. Agarda da'voning ishi oson to'xtagan bo'lsa, allaqachon hal bo'ladi. Kona uslublar agarda ishga yaragan bo'lsa, allaqachon hal bo'ladi. Ya'ni hozirgi yangi davrda yangi uslublar, yeni siyosiy anglar va shundaqlar xil-xil metodlar, uslublarni birlikte buna ilip bargan bir işe doğru keldi ve bunu qiladigan adamlar buluş lazım. Yani insan gücü, akıl gücü, maddi gücü, xalqaro muhit, vaziyat ve imkanlar. Bularni hammasini bir yerga yig'gan taqdirda bu mesele ondan keyin hal bo'lishi mumkin. Bugün, yani 19 iyul günü O'rta Sharq va Shimol Afrika Kishilik huquq tashkiloti, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro qiynashning oldini olish tashkiloti, Belgiya oldingi saf qo'g'duvchilar tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Kanada Sharq Turkiston birligi, Uyg'ur harakati tashkiloti,
Qırğızistan Uyghur İttifaqı, Qazaqstan Uyghur Yaşları Birliği qatarlıq 50-dən artıq xalqara təşkilat və Uyghur təşkilatı Uyghur fəaliyyətçi İdris Həsənnin Xitay hökumətinin tələbi bilan Marrakeş Dövlət Xəvfsizlik xadimləri tərəfindən 2021-ci il 19-cu iyul günü Marrakeshning Casablanca aerodromida qo'lga olinganligining dal 1 yillik munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qilib, Marrakesh hökumatidan İdris Həsənni Xitoyga qaytarib bermaslikni va uni turmadan darhol ozod qilishni talab qildi. Birlashma bayonotda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini dunyo pash qilishda aktiv rol o'ynab kelgan İdris Həsən agar Xitoyga qaytarilgan taqdirda uning turmaga tashlanib og'ir qiynashga duchor bo'lganligi, hatto hayotining xavfiga uchraydiganligi ta'kidlab o'tildi va Marrakesh hukumatining o'zi imzo qo'ygan xalqaro qiynashning oldini olish ahdnomasining ro'yiga amal qilib, İdris Həsənni Xitoyga o'tkazib berishdan qat'iy turda saqlanishi va İdris Həsənning 3-cü bir bexatar davlatda panohlanish uchun demokratik ellar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlashishi lozimligi bildirildi. İdris Həsən 2012-yili Xitoyning Shandong o'lkasiga joylashgan Xitoy neft universitetini bitirgan va Sharq Turkistondagi bostirish siyosati sababli 2012-yili 7-oktyabr Turkiyaga kelgan. U Turkiyada yashash jarayonida Xitoyning arz shikoyati sababli ko'p qatimliq tutqun qilingan. Jumladan 2017-yil 6-apreldan 2018-yil 6-aprelgacha saq 1 yil Erzurum ko'chmanlar idorasi va Aydın ko'chmanlar idorasi tutib turilgan. İdris Həsən ko'p til bildigan tirishchan yosh bo'lib, grafik loyihalash, torbat yasash, film montaj qilish qatorliqlar bilan shug'ullanib kelgan. Bu jarayonda bir qism tashkilotlarning xizmatlariga va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatga fosh qilishga aktiv kuch chiqarib kelgan. İdris Həsən 2021-yil 7-ayning 19-kuni Turkiyadan G'arbiy Yevropa davlatlariga panoh izlab minib, Marrakeshning Casablanca xalqaro aerodromida tutib qilingan. Xitoy bilan yaqin munosabatda bo'lib kelgan Marrakesh hukumati Xitoyning talabi bilan xalqaro tashkilotlarning talabiga va o'zi imzo qo'ygan xalqaro qiynashning oldini olish ahdnomasining ro'yiga pisand qilmay 2021-yil 12-ayning 15-kuni sud orqali İdris Həsənni Xitoyga qaytarib berish haqida qaror chiqargan edi. Marrakesh sotining bu qarori ayni chog'da BDT musofirlar oliy komissarligi, Amerika boshchiligidagi ko'plagan g'arb davlatlarining hukumatlari, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari va muhojiratdagi Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Marrakesh sotining qaroridan keyin har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari shu davlatlarda turishli Marrakesh elchixonalari oldida keng ko'lamli norozilik namoyish uyushtirib, Marrakesh hukumatini ayblagan va ularni bu xato qarorini darhol o'zgartirishga chaqirgan. Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquq qo'g'duvchilarini muhofazat qilish tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlar va parlamentlar aro qurilgan Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi hamda Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari 2021-yil 12-ayning 16-kuni orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Marrakeshning bu sud qarorini darhol o'zgartirishni talab qilgan edi. Intayin kuchli xalqaro besimga duch kelgan Marrakesh hukumati İdris Həsənni Xitoyga qaytarishni hozir qadar kechiktirib keldi. Ma'lum bo'lishicha, İdris Həsən tutilgandan keyin Interpol, ya'ni xalqaro soqchi tashkilotining uning ustidan chiqargan tutish buyrug'i amaldan qoldirilgan. BDT uni kishilik huquq faoliyatchisi deb qo'g'dash doirasiga kirgizgan. Dünya Uyghur Qurultayıning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoy hokimiyati ustidan tayyorlagan arznamasi Qurultayning advokati, Angliyadagi dongli qonunshunos Michael Polak apandim tarafidan oldimizdagi oyda Argentina sotiga sunildi. Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yil 12-ayning 9-kuni chiqargan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat haqidagi hukmidan keyin qonuniy jihatdan harakatga o'tgan Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishiga ko'z yumgan Angliya tamujnisi, Germaniyadagi ba'zi shirkatlar va Kanadadagi munosabatli organlar ustidan shu davlatlarning sudlariga arznoma sungan edi. Argentina qonunidagi ba'zi afzalliklarni ko'z tutgan Dünya Uyghur Qurultayı bu yilning 5-ida Angliyadagi dongli advokat Michael Polak orqali Xitoy hukumati va amaldorlari ustidan Argentina sudiga arznoma sunishni qaror qilgan va arznoma tayyorlash xizmatlarini jiddiy turda boshlagan edi. Qurultayning stansimizga bildirishicha, arznoma asos jihatdan tamomlangan va 8-ayning o'ttirlarida Argentina sotiga sunish qaror qilingan. Dünya Uyghur Qurultayı qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish fondining direktori Mehmet To'xta apandim bu vaqt stansimizga ma'lumot berib, tövendikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayıning qonun sohasida elib berayotgan Xitoy hukumatini xalqaro sudga tortish xizmatlarining bir tarkibi sifatida o'tgan yili Angliyadagi dongli advokat Michael Polak apandining qonuniy maslahatchiligida Xitoy hukumatini Argentinada sudga tortish haqida bir iltimos sunilgan. Sudga munosabatli delillar, arxivlar, paketlar, dalillar yo'llangan.
Yaqında bu Argentina sot mahkemesi yana bu deloni qabul qilish qilmaslik haqida bir qaror berish uchun bir sot kuni o'rinlashtirdi. Mush munosabat bilan mush haqida biroz ma'lumot berishni muvofiq ko'rdim. Bilganinglardek, dunyodagi barliq davlatlar o'zlarining asos qonuni bo'yicha egemenlik huquqi yoki egilik huquqi o'tadigan territoriyalarda qonuniy jihatdan va adliya jihatdan hukm berib, shunga munosabatlik o'zining territoriya doirasiga munosabatlik ariz va delollarni qabul qildi. Ba'zi davlatlar vahshiy jinoyatlar tarkibiga kiradigan jinoyatlar uchun garchi o'zining territoriyasida bu jinoyatlar sodir bo'lmagan bo'lsa-mu, xalqaroda cheklangan bu jinoiy qilmishlarni o'zlarining davlat ishchi sotida sotlashni asos qonun jihatdan bekitib, o'z davlatining adliya organlariga mush huquqni bergan. Bu davlatlarning birisi Ispaniya. Buni inglizcha universal jurisdiction deydi, ya'ni universal adliya huquqi yoki universal sotlash huquqi degan gap. Bu deganlik garchi Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlar İspaniya nimaning Argentinaning davlat territoriyasida bo'lmagan bo'lsa-mu, bu Xitoy hukumat sodir qilgan davlatlar insoniyat qarshi ishlangan jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati bo'lg'achqa, bu jinoyatlar vahshiy jinoyatlar kategoriyasida o'rin olib, dunyodagi adliya organlari tomonidan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'plagan ehtinomi va munosabat belgilamalari bo'yicha, ya'ni xalqaro qonun bo'yicha cheklangani uchun Argentina soti o'zining territoriyasining sirtida yuz bergan shunday vahshiy jinoyatlarni sotlash vazifasini yoki imtiyozini Argentina o'zlarining yerlik sotiga bergani uchun Argentina bu xil delollarni qabul qila oladi. Shuning uchun bu yerda Argentina sot tarafidan agar bu delo qabul qilinib hukmga bog'lansa, Argentina soti chiqargan hukmnom bo'yicha Xitoy hukumatining mush Uyg'ur milliy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarni sodir qilish jinoiy qilmishi bilan ayblangan, shu bo'yicha Argentina soti tarafidan hukm e'lon qilingan bu kishilarning Argentina chegarasidan kirishi cheklandi va Argentina chegarasidan kirsa tutish buyrug'i bilan rasmiy qo'lga olindi. Shunlashqa hamda bu Argentinadagi sot nayt muhim bir sot. Bo'lib Uyg'ur sot kollegiyasi o'zining qarorini, ya'ni hukmnomasini e'lon qilgandan keyin shu hukmnomaning xalqaro sot organlari tomonidan shu dalillar bo'yicha Xitoy hukumatini va irqiy qirg'inchilik jinoyat sodir qilgan Xitoy amaldorlarini sotlashdiki birdan-bir to'liq salohiyatlik Argentinaning asos qonuni bo'yicha huquq berilgan bir sot tarafidan sotlanishi hisoblanadi. Shuning uchun bu sotning ahamiyati favqulodda muhim. Dünya Uyghur Qurultayının Ali Məsləhətçisi Qahraman Qojanberdi və Qurultay İcraiya Komitetinin muavin reisi Erkin Ahmetov başçılığındakı Qurultayının Qazaqstandakı vəkilləri, Qazaqstandakı Uyghur qeyrindaşlarımızға Dünya Uyghur Qurultayının sahibxanlığı və Qazaqstanda Uyghurlar toplashib o'ltiraqlashgan nahiye, şəhər və yez məhəllərini bir-birləb ziyaret qilib, 20 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining moddiy yardım bilan bu yil 26 maydan 28 maygacha Germaniyaning München shahrida chaqirilgan 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining ro'yini yetkazish va Qurultayning navbat xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlar haqida ma'lumot berish harakatini izchil davomlashtirib kelmoqda. Qahraman Qojanberdi va Erkin Ahmetov boshchiligidagi Qurultay hay'ati hozir qadar Olmuti viloyati Uyg'ur noyisining Cho'ng Aqsu rayoni, Yarkent rayoni, Charın, Aqsu, Chonja, Chelak qatorliq ko'plagan rayonlarga berib, bu yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan suhbat ilib borgan. Dünya Uyghur Qurultayının Qazaqstandagi vakili Rahim Mansurov apandi bu haqda istansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Germaniyadagi kengashdan qaytib kelgandan keyin biz Erkin Ahmetov, Qahraman aka vakillarni qaytadan yig'ib, hamda buningdan keyin nima ishlarni qilamiz degan maslahatlashdik. Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning mush ishlardan ancha xabari yo'q ekan. Shuning uchun biz bir gruppa Yarkent tavasiga berib, shu yerda faoliyatlarni o'tkazdik.
yigit başlarına, medeniyet merkezlerine ve xalqqa tushundirish berdik. Biz Qozog'iston qonuniga itoat qilamiz. Biz xalqimizning tinch va chiroyli usullarda ish ilib berish to'g'riliq tushuntirish beryapmiz. Suhbatlarimizda qanday qilsak vatanlik Uyg'urlarimizga yordam bera olamiz, yordam qo'limizni yetkiza olamiz degan masalalar o'ttirib qo'yildi. Bizning vatanimiz Qozog'iston bo'lsa-mu, ammo qinimiz Uyg'ur bo'lganlikdan vatanki qarindoshlarimizning beshiga kun tushganda biz bir chet qarab tura olmaymiz albatta. Çamimiz yetken dairde xalqimizga nima yordam qila olamiz deb kecha-kunduz o'ylaymiz. Qozog'istonning har qaysi rayonlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz qurultay hayiti bilan o'tkazilgan suhbatlari jarayonida o'zlarining uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlab kelganligini, bundan keyinmi bu xil qo'llashni izchil davomlashtirganligini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va 20 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining moddiy yordam bilan 26-maydan 28-maygacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining birlashma imzosi bilan e'lon qilingan 8 moddali xitobnoma har qaysi ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan edi. Navbatda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyo ellardagi shundaqli boshqa ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz orasida navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tarafidan qabul qilingan qaror va xitobnomaning ro'yini o'rganish harakatlari davom qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rashid apandim Erkin Osiyo radiosining Xitoycha anglatishiga bergan bayonotida Xitoyning davlat raisi Xi Jinpingning 7-oyning 12-kunidan 15-kunigacha Sharq Turkistonga qilgan ziyorat harpisida Sharq Turkistonda bexatarlik xizmatlarining qatma-qat kuchaytirilganligini va bu tadbirlar qatorida bir qism ko'zitish ostidagi Uyg'urlarning Urumchidan janubdagi boshqa viloyatlarga yo'tkatilganligini bayon qildi. Dilshod Rashid apandimning aytishicha, 6-oyning o'rtalarida Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari muqimlikni qo'g'dash tadbirlarini yana bir qatim kuchaytirib, Tangirtog' va Sayvoq rayonidagi diniy faoliyatlarga qatnashgan deb tarbiyalanayotgan Uyg'urlarni janubdagi viloyatlarga bir oylik qonun tarbiyasi ilishga avatib o'tgan. U mundaq degan: Urumchidan erishgan uchurlarimizga qaraganda, Xi Jinping berishdan burun Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik tarmoqlari tuzitilish obyekti deb atalgan 200 dan ortiq kishini yig'ib ketgan. Yana Tangirtog' va Sayvoq rayonidagi diniy faoliyatlarga qatnashganlik gumoni bilan tarbiyalanayotgan 137 nafar Uyg'urning vaqtincha janubdagi Aqsu qatorliq joylarga bir oylik qonun tarbiyasi nomida yo'tkab ketgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning ziyorati mezgildagi hukumat taratqullaridan tarqatilgan suratlarda uning xalq omasi tarafidan chavoq chelinib qizg'in kutvilinganligi, Uyg'urlarning uylariga kirib hamdastxon bo'lganligidek suratlar keng tarqalgan edi. Halbuki bu suratlardagi xalq omasining asosan ayollardan tarkib topgan bo'lishi, andi-sandi ko'rinib qolgan Uyg'ur erlarining asosan yashanganlar ekanligi diqqat tortgan edi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.